tutadi. Faqat semental kalaqlam tushdi hozir mau bizning birinchi qitim yasagan emas. Ikkinchi qitimda anandagi mau sut kalisinikini qatamiz. Sut kalisiniki mau buğdak kalisidan 3 qiyin. Birincisi o'zini beqish kerak, o'zining 500 kilo, 600 kilo badaniga ozuqlik yetish kerak. Ikkinchisi qo'saqdagi muzi bu yo'g'inish kerak. Üçüncüsü 25-30 kilo süt seqiyotgan sütning tarkibida ozuqlik bo'lish kerak, ham shu sut chiqish kerak. Agar ozuqlik yaxshi bo'lmay qolib qolsa, to'g'itning oldida endi palach, yoki undaq, yoki bundaq nurg'un kasallar bo'ldi. Endi mana sut kalisining kasal vaqt oladi, lekin sut kalisining xalqaro o'lcham bor. Mush o'lchamni biz sistemaga kirib qanchalik zat shu telefonlarga tushasak, jilliq azab bo'ladi, uning azab Uyg'urcha. Hamma narsani kirgizibla qonasining qanchalik baqsaq shu bet baqsaqlam shu eng yuqori saviyada mal baqqan olati bo'lamiz. Odamda bir qotanda bo'lmasin bo'ldi o'chadi. Shu narsa bizga tayyor o'lcham va xalqaro o'lcham bor beqish usuli. Endi mana Xinjiang qo'ng'ir kalisi deganda buni xalqaro o'lcham yo'q. Anandan keyin o'kan bir qotanga kirdik biz Urumchi Midongcho'da. U qotonni u yerda 6 oydan cho'chakdan chiqqan yerlik nasllarga. Biz sistemini biz Jongo Nongdardan kelgan sistem bor qo'limizda. Ana kirsak u qaloq tushmaydi. Şuna qotanda ağzaki maslahat berib chikatdik. Demak, mushu narsa ham Xinjiang qo'ng'ir kalisi do'lan qo'y deganlarga Anvar Boshning qo'lda material bor. Tayyor 40 yilni yaqtiblagan material bor, ozuqlik ehtiyoji bor. Biz shu sistemaga ashuni kirgizib o'tamiz. Demak, Boshning saviyasida qotanda turib sistema orqali ashuni kirgiziblar shu o'lcham bo'yicha beqibli va sangli bo'ldigan holatni qildik.